$135,000 ga 2,5 sotuv uchastka ko'rsatsam olarmidinglar? Bunaqasi o'zimizda ham birinchi marta. Qaranglar, kanalizatsiya yaqinda o'tkazilgan Sergeli Qumag'idamiz. Uyimizga qaranglar. Naqd 6 ta xona podvollari bilan juda ham zo'r proyekt bo'libdi. O'zimga rosa yoqdi. Katta naveslar qilingan baland-balangina. Bu zinon zona, sanuzel. Uyimizga qaranglar, ikkita eshigi bor. To'g'riga oshxonaga kiramiz, bu yoqdan asosiy uyga kiramiz. Uyga kirib kelishimiz shunaqa holdan boshlanadi. Uyimizni deyarli 90% ishlari bitirilgan, faqat laminat ishlari qolgan ekan. Shu turishi 135 ming berishadi. Remontli narxini ham oxirida aytib o'taman. Xohlasanglar remont bilan qilib berishadi. Katta oshxonamizda o'zini alohida eshiklari bor, ko'chaga chiqadigan, bu yoqdan podvolga, tashqaridan ham podvolga chiqadigan joyi bor edi. Bu yerda sanuzel. Mana bu birinchi spalni o'zi kerak, bu ikkitalab rozetkalar bor ekan. Mana bu yoqda mehmonxona. Xohlasanglar buni spalni farqi yo'q. Xohlasanglar buni mehmonxona qilasizlar. Xullas, xonalarda ham muammo yo'q. Mana bu podvol qismimiz. Ikkinchi qavatimizda umumiy 4 ta xona. Chap qo'lda mana bu yerda spalni. Hamma xonalarimiz katta qilingan ekan. Bo'ylar bilan radiatorlar, hamma narsa qilib qo'yilgan, kollektorlar. Mana bu tezitskiy xonamiz, umumiy sanuzel. Mana bu master spalni. Faqat shu namyoqlar gips kartondan qilingan ekan, bo'ldi qolgan ish komnatli devorlar hammasi g'ish. Mana bu yerda balkoni bor o'zini. Biz faqat laminatli ishlar qolgan ekanda, bu yerda eshiklar qo'yib olish kerak ekan. Mana buni menimcha polnoценный zal desak bo'ladi. Qaranglar, qahramonlar o'yini, kattagina zal. Hop, uy manziliga kelingan bo'lsak, Sergeli Qumag'iga kiradi, lekin bu yoq taraf Bratskiyga chiqib ketadigan yangi yo'l bor-ku, trassa. O'shani boshlig'ida eski Jaloviram deyilardi betli. Endi shu turishi uyimizga 135 ming bo'ladigan narx deyishyapti. Buni ham agar kam ko'stlarni hammasini bitirib berishsa, $147,000 bo'lar ekan. Mana letniy kuxnya o'rinlari ham bor. Xullas, bunaqasiga ham juda ham выгодный ekan. Zo'r quruvchilarni topib oldim. Bu yoqda yana boshqa proyektlarni ko'rib chiqdim, remont bo'layotgan, vashe zo'r. Ulgurib qolinglar xullas.